2016-yilda maktabimiz 96 nafar o'quvchi bilan ochilgan. Hozirgi kunda 700 ga yaqin bolamiz bor. Maktabimizda asosan davlat ta'lim standartlari asosida ta'lim beriladi. Ta'lim va tarbiyani uyg'unligi masalasi bugungi kunda men faoliyat ko'rsatayotgan ta'lim muassasasining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Va ota-onalarimiz ham aynan mana shu sababli farzandlarini olib kelishadi. Maktabda nafaqat umum o'rta ta'lim fanlari, balkim o'quvchilarimizni har tomonlama rivojlanishlariga ko'mak beruvchi musiqa to'garagimiz, raqs to'garagimiz qizlar uchun, taekvondo, futbol, shaxmat, shu bilan birga uy ro'zg'or ishlari bo'yicha bolalarimizga oddiy atverka ushlash yoki bo'lmasa drelni ushlash kabi katta sinflarimizga o'rgatilsa, ular nima uchun foydalanishini o'rgatilsa, qizlarimizga uy ro'zg'or tutishni ham o'rgatamiz.